Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizning Toshkent, Kazan, Nabijnecheli va Nijnikamskiy yo'nalishlari bo'yicha ko'rib turganingizdek pasatka jarayonlari amalga oshirilmoqda. Haftada 3 kun, seshanba, juma va shanba kunlari pryamoy reys 18:00 da Toshkent Sobrahimov avtovokzalidan to'g'ridan-to'g'ri jo'nab ketadi. Agar sizga ham shunaqa ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qilsangiz bo'ladi. Va bizda Toshkent, Moskva, Vladimir, Cheboksal va Nijniy Novgorod yo'nalishlarida ham anaqa reyslarimiz mavjud. Haftada 4 kun, dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari va bizning kompaniyamiz sizga kafolatlaydi. Ishonchli xizmat, arzon narx kafolati, komfort zona va albatta davlat tomonidan sertifikatga ega bo'lgan reyslarimiz mavjud. Shuning bilan birga bizning avtobusimizda sizga bo'lgan barcha qulayliklar, ya'nida 2 ta monitoring, 2 ta kuryer, konditsioner, Wi-Fi, zaryadniklar va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olib ketishingizga bo'ladi. Agar sizga ham shunaqa ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qilsangiz bo'ladi. Tanlovda adashmang.